Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Oqoltin qishlog'ida joylashgan 8 sotik bo'lgan xonadonimiz sotiladi. To'rla tomon zabor bilan o'ralgan 2 xona yashash xonasi bor. Albatta kelib ko'zlaring bilan ko'rib shaxsan egalari bilan baraka qilishliklaring mumkin. Videomiz boshida narx-navosini aytib o'tib ketamiz. 1 sotigining narxi $4,500 narx aytishyapti. Albatta undan ham kelishib beradigan holati bor. Egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Kimga qiziq bo'lsa kelib xarid qilishliklaring mumkin. Albatta bu videoni ko'plab Oqoltin qishlog'idan uy qidirib yurgan do'stlaringga jo'natib qo'yishni iltimos qilamiz. Sizlar bilan qisqacha videoni boshladik. Mana ko'chamiz polniy asfalt ko'cha. Bu joyimiz yo'l bo'ylab uzun joylashgan, ikki taraflama yo'l, ugol joyda joylashgan. Buni o'rtasidan bo'lib ikkita xo'jalik qilsa ham bo'ladi. Mana bu darvozaxonada mana kirish qismi. Mana kirganimizda ro'parada mana 2 xonali yashash uchun uy qurib qo'yishgan. Polniy to'rala tomon zabor, to'rala tomon zabori ham shu xonadonga tegishli. Ichimlik suvlari kirgan albatta bu joyga. Bu taraflari zabori konteynerdan qilingan, bu taraf ham konteyner qilingan va yo'l taraf shlakablokdan devor qilingan. Albatta bu videoni mana shu Oqoltin qishlog'idan uy qidirib yurgan do'stlaringga tashlab qo'yishni iltimos qilamiz. Joy to'rtburchak shaklda joylashgan, har qanday uslubdagi qurilish qilsalaring bo'ladi. Bu joyni olib aka-ukaga teng o'rtasidan bo'lib chiroyli qilib qurilish qilib berilsa, ikkita xo'jalik bemalol sig'adigan joy. Yo'li ikki taraflama. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Hali bundan-da ko'p joylarni obzorini qilib berishga harakat qilamiz. Albatta obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. E'tiborlaring uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.